Leksiyemizden devamı hem de bu leksiyeye dikkat kılınlar vatandaşlar. Bazı şundak değişirken adamlar ben şundak da koyuyor vatandaşa. Ben başta ettim ki Jack Sullivan devlet bir xatarligi məsləhətçisi agahlandırış bədidir. Mavzumunda kisla əvvəl 2022 yıl 7. ayının 24. günü vatandaş. Amerika bilen karşılaşqanlar ezelden yaxşı akıbetke erişken emas. Öndaş. Jack Sullivan Cumhuriyet Partiyasiga agahlandırış berdi. Mavzulu haber 7. ayının 23. günü ben bir orbitide elan kılındı haber. Ondak başlandı. Müşahaptının 3. günü Amerika Qoşmuş Ştatları Joe Biden kelgisi 10 gün içinde 18-19 günleri içinde Cumhuriyet Partiyası rahberi Xi Jinping ile görüşüdüğallığını ilan kıldı. 19. günü Joe Biden şunda ilan kıldı. Lakin Amerika Cumhuriyet münasebeti yanala ciddileşmekte. Pul muamele gazete haber kılıp mındak görsetdi. Beijing Amerika Avam Palatası başlığı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret kılmakçı bolğanlığı tüpeyli Prezident Joe Biden hükümetiga hususi yolla bilen agahlandırış berdi. Hatta harbiy inkaz qaytırdığallığını eskertti. Oxşaş bir gündə Aksaray Devlet Bexatarligi məsləhətçisi Jack Sullivan Cumhuriyet Partiyasıga agahlandırış berdi. Amerika Cumhuriyet oturusidagi har qandaq raqobatga Amerika Qo'shma Shtatlari taqobil turalaydi. Amerika bilan qarshilashganlar azaldan yaxshi oqibatga qolgan emas. Tahlilchilar Jack Sullivanning bundaq ifoda bildirishi Beijingning tahdidiga berilgan javob yoki bergan javob deb ko'rsatdi. Amerika ovozi xabar qilib, mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan 22 kuni Aspen bexatarlik munbiri yig'iniga qatnashganda mundaq ko'rsatdi. Prezident Joe Biden hükümeti Hindi Tinch okean rayonida Yevropa ittifoqida O'rta Sharqda ittifoqdoshlar bilan munosabatni kuchaytirdi. Amerika Cumhuriyet'in kelayotgan har qanday ig'vogarchilikka taqobil turish iqtidoriga ega. Cumhuriyet Partiyasi bilan bo'layotgan o'rtadagi raqobatga qanday qarshi turish, taqobil turish jihatda 18 ay burun Prezident Joe Biden vazifa o'tashga boshlagan chog'lari selishtirganda hozir Amerika nima ish qilayotganligini ko'rmadinglarmi? Jack Sullivan javob qaytardi. Biz Cumhuriyet Partiyasi bilan yer shari xarakterlik raqobatlashayotganligimizni nazar tashlasak, biz allaqachon afzal o'ringa chiqib bo'ldik. Biz bu masalaga, ya'ni raqobat masalasiga intayin unumli taqobil tura olamiz. Jack Sullivan texim ilgirlab mundaq ko'rsatdi. Cumhuriyet Partiyasining ig'vogarchiligiga taqobil turish jihatda Amerika Cumhuriyet Partiyasining Amerika va Amerikaning ittifoqdoshlarining ittifoqi hamda manfaat birdakligi intayin yuksak darajaga ko'tarildi. Cumhuriyetning raqobatlariga unumli taqobil tura oladi. Beijingga qarab baqadigan bo'lsak, Cumhuriyet Partiyasi duch kelgan har xil ta'tir iqim iqtisodiy tarafdan qaraganda Cumhuriyet Partiyasining ilgirlash qadamlari
zade qaysi tarafga mangıdı? Bu bir haqiqiy meseledir. Bu barlık devletler ve Irak bolsun yoki yaqin bolsun hammasi o'ylashadigan bir omildir. Uzundan beri Jungo'nun rahbari Xi Jinping Sharq o'rlidi, G'arb cho'kdi nazariyasini targ'ib qilib, Jungo'nun bosh ko'tarishi bilan Amerika'nın zayıflashishidan saqlangani bo'lmaydi deyishdi. Endi oshkor bo'lib ketdi gap, vatandosh. Jungo'liq mushundaq dedi degan gapni odat torbetlarda maqol yozuvchilarda ko'ratdik. Endi bu Aqsaray davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivanning og'ziga chiqib, ya'ni Jack Sullivanning og'zi orqali Jungo'ga qaytirib berildi vatandosh. Oshkor bo'ldi hamda bu ishlar vatandosh. Diqqat. Masalan, Xi Jinpingning Sharq o'rlidi, G'arb cho'kdi nazariyasini targ'ib qilib, Jungo'ning bosh ko'tarishi bilan Amerikaning zayıflashishidan saqlangani bo'lmaydi deyishdi. Bundaq so'zga duch kelganda davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan mundaq javob qaytardi. Jungo Kompartiyasiga kelsak, men eng oxirgi qatam shundaq deymanki, ko'pchilik Amerika bilan qarshilashish yaxshi oqibat keltirmaydi. Tekrar vatandoshim, mundaq so'zga duch kelganda davlat ishlar maslahatchisi Jack Sullivan mundaq javob qaytardi. Jungo Kompartiyasiga kelsak, men eng oxirgi qatam shundaq deymanki, ko'pchilik Amerika bilan qarshilashish yaxshi oqibatga elib kelmaydi. Yaxshi oqibat keltirmaydi. Shu kuni bu minbarda Jack Sullivanga Tayvan to'g'risida savol qo'yilganda Jack Sullivan mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden o'xshash bo'lmagan so'rinlarda Tayvanni harbiy yo'l bilan qo'g'daymiz deb ko'rsatdi. Bu zodi prezident Joe Bidenning ixtiyoriy so'zlab qo'yganligimi yoki Amerikaning Tayvan siyosatining o'zgarganligiga vakillik qilamdi? Jack Sullivan javob qaytarib mundaq ko'rsatdi. Amerikaning Tayvan siyosati izchil birdak bo'lib keldi. Tayvan meselesida davomli, mujmal siyosatni saqlaydi.